Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. 28 avgustdan keyin eski tartibga ishonib, hammasi oldingidek bo'laveradi deb yurish xavfli bo'lishi mumkin. Bu gap faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlariga, nevaralariga, vasiylariga, bank kartasidan foydalanib beradigan yaqinlariga ham tegishli. Chunki pensiya to'lovi, hujjatlar, bank kartasi, ishonchnoma, yashash manzili, chet elga chiqish, ishga kirish yoki qo'shimcha nafaqa olish kabi masalalarda kichkina xato ham pul kechikishiga, to'lov vaqtincha to'xtashiga yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Men bugun masalani oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qayerga borish, qanday hujjat tayyorlash va nimalarga aldanmaslik kerakligini birma-bir aytib beraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar bir xil odat bilan yashardi. Pensiya kuni keladi, pochtachi olib keladi yoki bank kartasiga pul tushadi. Odam esa ortiqcha tekshirish, ariza, ma'lumot yangilash haqida o'ylamaydi. Kimdir kartasini o'g'liga berib qo'ygan, kimdir naqd pulni pochta orqali oladi. Kimdir boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa ham eski manzil bo'yicha yuradi. Yana kimdir chet elga bir necha oyga ketib pensiyasi tushib turaveradi deb o'ylaydi. Eng katta xato ham mana shu. Odamlar pensiya faqat yoshga yetgandan keyin bir marta tayinlanadi va keyin urbot hech narsa so'ralmaydi deb o'ylaydi. Hozir esa tizimlar tobora elektronlashmoqda. Pensiya jamg'armasi, banklar, FHDYO, soliq, bandlik, migratsiya, mahalla va boshqa idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Endi davlat organlari ko'p holatlarda fuqaroning vafot etgani, ishga kirgani, nogironlik muddati tugagani, yashash manzili o'zgargani, bank kartasi amal qilish muddati tugagani yoki hujjatlarda nomuvofiqlik borligini tezroq ko'rishi mumkin. Oldin bir necha oy bilinmay qolgan holat endi tez aniqlanishi mumkin. Shuning uchun 15 avgust sanasidan keyin asosiy e'tibor shunga qaratiladi. Pensiya oluvchining ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi, to'lov usuli aniq bo'lishi va noqonuniy yoki asossiz to'lovlarga yo'l qo'yilmasligi. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, maqsadim sizni tayyorlash. Kimning hujjati joyida, kimning bank kartasi faol, kim yashash manzilini o'z vaqtida rasmiylashtirgan, kim o'z pensiyasini o'zi yoki qonuniy vakil orqali olayotgan bo'lsa, bunday odamlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Lekin tartibni bilmaslik tufayli muammo chiqadigan holatlar ko'p. Birinchi muhim masala. Pensiya to'lovi shaxsga bog'langan to'lov. Ya'ni pensiya uyga, oila a'zolariga yoki kartaga emas, aynan pensionerning o'ziga tayinlanadi. Agar pensionerning o'zi sog'lom bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, hujjatlarni o'zi yuritishi, bank kartasidan o'zi foydalanishi kerak. Agar u yotib qolgan, harakatlana olmaydigan, uzoq hududda yashaydigan yoki huquqiy jihatdan vakil orqali ish yuritishi kerak bo'lgan holatda bo'lsa, buni oddiy og'zaki kelishuv bilan emas, hujjat bilan rasmiylashtirish zarur. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi yetim 2 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartani esa o'g'li ishlatadi, otaxon faqat kerak bo'lsa naqd pul oladi. Bir qarashda bu oilaviy masala. Lekin karta yo'qolsa, pul yechib olinsa, SMS boshqa raqamga borsa yoki bank karta egasi shaxsan murojaat qilsin desa muammo boshlanadi. Agar otaxon yurishga qiynalsa, bankka borish og'ir bo'ladi. Shuning uchun bunday holatda oldindan notarial ishonchnoma rasmiylashtirish, bankdagi telefon raqamini to'g'rilash, karta muddatini tekshirish kerak. Bu ishni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan qilish kerak. Ikkinchi masala. Bank kartasi. Ko'pchilik pensiya tushmayapti deb pensiya jamg'armasiga boradi. Aslida muammo kartada bo'ladi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan. Plastik karta nomi eski pasportdagi ism bilan turibdi. Yangi ID karta ma'lumotlari bankda yangilanmagan. Telefon raqami boshqa odam nomida ilova ishlamayapti. Masalan, pensiyaning opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Avgust oyida pul tushmagandek ko'rinadi. U pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda pul o'tkazilgan deyishadi. Bankka borsa kartaning amal qilish muddati o'tgan bo'ladi. Natijada odam bir necha kun asabiylashadi, yo'l haqi ketadi, navbat kutadi. Agar karta muddati 1 oy oldin tekshirilganida bu muammo bo'lmasdi. Uchinchi masala, yashash manzili. Pensioner bir viloyatdan ikkinchi viloyatga ko'chsa,
doimiy yoki vaqtincha ro'yxatini to'g'rilamasa pensiya to'lovida kechikish bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiyani pochta orqali oladiganlar uchun manzil masalasi juda muhim. Pochtachi eski manzilga boradi, odam topilmaydi, keyin to'lov qaytadi yoki aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, bu Samarqanddan qizining uyiga Andijonga ko'chib ketdi. O'zi pensiyam kartaga tushadi-ku, manzil shart emas deb o'ylaydi, lekin keyin qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lganda xabarnoma eski manzilga boradi. Odam esa bilmay qoladi. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan bo'lsa, mahalla migratsiya bo'limi va pensiya jamg'armasi bazalarida ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. 4-masala ishlayotgan pensionerlar. Hamma pensionerlar ham uyda o'tirmaydi. Kimdir maktabda qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir do'konda sotuvchi, kimdir fermer xo'jaligida hisobchi, kimdir shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Ishlashning o'zi har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki ma'lum toifadagi nafaqalar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar fuqaro ishga kirib, lekin tegishli ma'lumot bazada boshqacha ko'rinsa, keyin sizga ortiqcha to'langan degan talab chiqishi mumkin. Masalan, bir kishi 900 ming so'm asosiy pensiya va qo'shimcha 200 ming so'm ma'lum ustama oladi. Agar u ishga kirganidan keyin shu ustama shartlari o'zgarsa-yu, u xabar bermasa, 6 oyda 1 million 500 ming so'm ortiqcha to'lov yig'ilib qolishi mumkin. Keyin bu summa pensiyadan ushlab qolinishi yoki qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 5-masala, nogironlik pensiyasi va nafaqalar. Agar pensiya yoki nafaqa nogironlik muddati bilan bog'liq bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati. Nogironlik guruhi qayta ko'rik sanasi juda muhim. Oldin shunday edi, yana avtomatik uzaydi deb ishonib qolish mumkin emas. Har bir holatda hujjat, tibbiy xulosa va elektron bazadagi ma'lumot mos bo'lishi kerak. Masalan, fuqaro 2-guruh nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Qayta ko'rik muddati 20 avgustda tugaydi. U esa keyingi oy borarman deydi. Natijada sentabr to'lovi kechikadi. Keyin hujjat to'g'rilangach, ayrim holatda qayta hisob qilinishi mumkin, lekin odam bir oy pulga muhtoj bo'lib qoladi. Shuning uchun muddat tugashini kutmasdan oldindan harakat qilish kerak. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha nafaqa yoki ustama bo'yicha yashirin holat bo'lmasa, siz katta xavotirga tushmang. Sizga kerak bo'lgan narsa oddiy tekshiruv, hujjatlar joyidami, karta muddati o'tmaganmi, SMS kelyaptimi, oxirgi to'lov to'g'ri tushganmi? Lekin quyidagi odamlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchisi, pensiyasi farzandi, kelini, nevarasi yoki qo'shnisi orqali oldiradiganlar. Ikkinchisi, kartasini boshqa odamga berib qo'yganlar. Uchinchisi, chet elga uzoq muddatga ketgan yoki borib kelib yuradigan pensionerlar. To'rtinchisi, boshqa manzilda yashayotgan lekin ro'yxatni yangilamaganlar. Beshinchisi, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lganlar. Oltinchisi, ishga kirgan yoki norasmiy daromadi rasmiylashgan pensionerlar. Familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport raqami kabi ma'lumotlarda eski hujjat bilan yangi hujjat o'rtasida farq borlar. Real hayotdan yana bir misol. Bir onaxonning pensiyasi har oy 1 million 500 ming so'm. U qishloqda yashaydi. Kartasini nevarasiga berib qo'ygan. Nevara shaharda pul yechadi, onaxonga esa naqd beradi. Bir kuni bank kartani xavfsizlik sabab bloklaydi. Chunki turli joylardan yechim bo'lgan. Onaxon bankka bora olmaydi. Nevarada ishonchnoma yo'q. Pul bor, lekin foydalanish qiyin. Mana shunday vaziyatda hamma aybni davlatdan yoki bankdan qidiradi. Aslida esa oldindan huquqiy tartib qilinmagan bo'ladi. Yana bir misol. Otaxon pensiyasini pochta orqali oladi. U 2 oyga qizining uyiga ketadi. Pochtachi 2 marta keladi, topolmaydi. Keyin pensioner manzilda yashamayapti degan qayd paydo bo'lishi mumkin. Otaxon qaytib kelganda nega pulim kechikdi deydi. Agar u oldindan to'lov usulini bank kartasiga o'tkazganda yoki vaqtincha manzil bo'yicha maslahat olganda muammo kamayardi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma xabar ham rasmiy xabar emas. Bugun Telegram guruhlarda tanish-bilishlar orasida yomnet taqish avgustdan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Hamma qayta hujjat topshiradi. Bank kartasi bo'lmasa pul berilmaydi degan vahimali gaplar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman. Har qanday ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limi,
Yagona interaktiv davlat xizmatlari mahalla bankning rasmiy kol markazi yoki hududiy bo'limi orqali aniqlang. Telefon qilgan noma'lum odamga pasport raqami, karta raqami, SMS kod, PIN kod bermang. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya kartasi va oddiy bank kartasi o'rtasida amaliy farqlar bo'lishi mumkin. Ba'zi xizmatlar, komissiyalar, naqdlashtirish, karta almashtirish, ishonchnoma bilan foydalanish tartibi bankka qarab farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim shunday qilgan ekan degan gap sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Siz o'z bankingizdan so'rashingiz kerak. Kartamning amal qilish muddati qachon tugaydi? Karta yo'qolsa nima qilaman? Ishonchnoma bilan yangi karta olish mumkinmi? Uyga xizmat bormi? Mobil ilovaga qaysi raqam ulangan? Uchinchi nozik jihat ortiqcha to'lov. Ko'pchilik agar davlat o'zi to'lagan bo'lsa, men aybdor emasman deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda agar to'lov asossiz bo'lib qolsa, uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, nafaqa olish sharti o'zgargan, lekin fuqaro xabar bermagan. Yoki pensioner vafot etgandan keyin ham yaqinlari kartadan pul yechib olgan. Bu juda jiddiy masala. Vafot etgan inson nomiga tushgan pulni ishlatish mumkin emas. Marhumning meros masalasi alohida, pensiya to'lovi alohida. Agar oila dafn xarajatlari meros oxirgi oy to'lovi bo'yicha savolga ega bo'lsa, qonuniy tartibda murojaat qilish kerak. Kartadan indamay pul yechish keyinchalik katta muammo tug'dirishi mumkin. 4. Nozik jihat. Ishonchnoma muddati. Ko'pincha farzandlar menda ishonchnoma bor deydi, lekin uning muddati tugagan bo'ladi. Yoki ishonchnomada faqat bankdan pul olish yozilgan, lekin karta almashtirish, ariza berish, ma'lumot yangilash vakolati yozilmagan bo'ladi. Natijada idora siz bu ishni qila olmaysiz deydi. Ishonchnoma tuzishda aniq yozdirish kerak. Pensiya masalalari bo'yicha murojaat qilish, bank kartasini olish yoki almashtirish, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish, to'lovlarni qabul qilish kabi vakolatlar kerak bo'lsa, barchasi ko'rsatilishi lozim. 5. Nozik jihat. Hujjatlardagi bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, eski pasportda Muhammadjon yozilgan, yangi ID kartada Muhammadjon deb ketgan, bankda esa Muhammadjon turibdi. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1970 yil 3 may, boshqasida 1930 yil 5 may. Elektron tizim bunday farqni ko'rsa, to'lov to'xtab qolmasa ham tekshiruvga tushishi mumkin. Shuning uchun hujjatlar orasidagi moslikni tekshirish juda muhim. 6. Nozik jihat chet elda bo'lish. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, u pensiyasini qanday olishi, bank kartasi ishlashi, shaxsni tasdiqlash kerak bo'ladi. Ishonchnoma qanday rasmiylashtiriladi? Konsullik orqali hujjat berish mumkinmi? Bularni oldindan bilish kerak. Ayniqsa karta muddati chet elda tugab qolsa odam qiynaladi. Farzandlari SMS kodini ayting, ilovaga kiramiz deb yuradi. Lekin xavfsizlik va qonuniylik tomoni bor. Eng to'g'ri yo'l. Ketishdan oldin bank va pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki aniq og'zaki maslahat olish, ishonchli vakilni hujjat bilan belgilash. Endi men sizga aniq reja beraman. 1. qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH raqami to'g'rimi? Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, hamma joyda yangilanganmi? Shuni ko'ring. Agar xatolik topsangiz, uni keyinga qoldirmang. 2. qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonda amal qilish muddati yoziladi. Agar muddati yaqin tugayotgan bo'lsa, bankingizga boring yoki kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Pensiya tushadigan karta aynan sizning nomingizdami? Telefon raqami sizga tegishlimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Mobil ilovada begona qurilma ulanmaganmi? Shularni aniqlang. Hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi ham sizdan PIN kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib pensiyangiz to'xtamasligi uchun kod ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. 3. qadam, to'lov usulini aniqlang. Siz pensiyani bank kartasiga olasizmi yoki pochta orqalimi? Agar pochta orqali olsangiz, manzilingiz to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. Uzoq muddat uyda bo'lmasangiz, oldindan bo'limga murojaat qiling. Agar bank kartasiga o'tmoqchi bo'lsangiz, bankdan hisob ochish va pensiya jamg'armasiga ariza berish tartibini so'rang. Hududga qarab ariza shakli va xizmat ko'rsatish tartibi farq qilishi mumkin. 4. qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Siz borib shunday deyishingiz mumkin. Men pensiya oluvchiman. 17 avgustdan keyingi tartiblar bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirtirmoqchiman. Mening to'lov usulim, manzilim, bank rekvizitlarim, hujjatlarim bazada to'g'rimi? Bunday murojaat oddiy.
lekin foydali. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz. Agar vakil orqali borsangiz, notarial ishonchnoma olib boring. 5-qadam, agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakillikni qonuniy qiling. Notariusga murojaat qilib, ishonchnoma rasmiylashtiring. Agar odam yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlari haqida so'rash mumkin. Ishonchnomada umumiy gaplar emas, aniq vakolatlar yozilsin. Masalan, pensiya to'lovlari bo'yicha ariza berish, ma'lumot olish, bank hisob varag'i ochish yoki karta almashtirish, to'lovlarni qabul qilish. Har bir holatni notarius bilan tushuntirib yozdiring. 6-qadam, nogironlik yoki qo'shimcha nafaqa bo'lsa, muddatlarni alohida yozib qo'ying. Telefoningiz kalendariga eslatma qo'ying. Farzandingizga ayting. Hujjat papkasiga katta qilib sanani yozing. Qayta ko'rik, tibbiy xulosa, komissiya, ma'lumotnoma muddati o'tib ketmasin. Bir kunlik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. 7-qadam, har oy tushgan summani tekshiring. Masalan, siz odatda 1.350.000 so'm olasiz, bu 1.001.000 tushdi. Darrov vahima qilmang, lekin sababini aniqlang. Balki ushlab qolish bo'lgandir. Balki bank komissiyasi emas, balki qayta hisob kitobdir, balki qo'shimcha to'lov muddati tugagandir. Eng yomoni tushunmay turib mayli deb yurish. Har bir o'zgarishni yozib boring. Qaysi kuni qancha tushdi, qayerga murojaat qildingiz, kim nima dedi. 8-qadam, rasmiy javob talab qilishni biling. Agar pensiyangiz to'xtasa yoki kamayib qolsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada ismingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni, qaysi oydan beri to'lov kelmayotgani yoki kamaygani yozilsin. Ariza nusxasini yoki ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Bu keyin, masalan, hal qilishda juda yordam beradi. 9-qadam, yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Agar oilada pensioner bo'lsa, uning kartasi kimda, PIN kodini kim biladi, telefon raqami kimda, hujjatlar qayerda turadi, ishonchnoma bormi? Bularni tartibga soling. Bu ishonchsizlik emas, bu huquqiy xavfsizlik. Ko'p oilalarda muammo pul yo'qligidan emas, tartib yo'qligidan chiqadi. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 15 avgust kabi sanalar atrofida pensiyani oshirib beramiz, navbatsiz hujjat qilib beramiz, kartangizni yangilab beramiz, kompensatsiya chiqdi. Kod ayting deganlar ko'payadi. Hech kimga karta raqami, amal qilish muddati, orqa tarafdagi kod, SMS kod, ilova parolini bermang. Agar yordam kerak bo'lsa, farzandingiz bilan birga bankka boring yoki rasmiy telefon orqali so'rang. Demak, hurmatli tomoshabinlar, asosiy gap shuki, 15 avgustdan keyin pensiya oladiganlar uchun eng muhim narsa eski odatga suyanib qolmaslik. Hujjatlar to'g'ri bo'lsin, bank kartasi faol bo'lsin, manzil yangilangan bo'lsin, ishonchnoma qonuniy bo'lsin, qo'shimcha nafaqa va nogironlik muddatlari nazoratda bo'lsin. Kimning hamma narsasi joyida bo'lsa, qo'rqishga sabab yo'q. Lekin kichkina e'tiborsizlik ham to'lov kechikishiga yoki ortiqcha to'lovni qaytarish masalasiga olib kelishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni, kartangizni, telefon raqamingizni va manzilingizni tekshiring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi gaplarni unga tushuntiring. Savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyani karta orqali olasizmi yoki pochta orqalimi? Sizda qanday muammo bo'lgan? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumot bir odamning pensiyasi vaqtida va to'g'ri kelishiga sabab bo'lishi mumkin.